Assalomu alaykum hammaga. Bugungi darsda React'da hodisalar, ya'ni eventlar bilan ishlashni o'rganamiz. Eventlar veb-sayt interaktivligining asosiy qismi hisoblanadi. Foydalanuvchining veb-saytda qiladigan biror harakati event deb ataladi. Battonni bosish, inputning qiymatini o'zgartirish, formani submit qilish, bularning hammasi event hisoblanadi. Darsimizni app komponentini tozalashdan boshlaymiz. Birinchi o'rinda products massivini app komponentdan tashqariga chiqaramiz va div ichidagi elementlarni hammasini o'chiramiz. Undan keyin esa button elementini yaratib, ichiga click deb yozamiz. Darsimiz davomida click eventi orqali eventlar bilan ishlashni o'rganamiz. J6 da eventlar bilan ishlash HTMLdagi eventlar bilan deyarli bir xil. Faqat ba'zi farqlari bor. Birinchisi, event nomining yozilishi. Event nomi J6 da camel case bilan yoziladi. Masalan, click qismi katta harf bilan boshlanadi. Ikkinchisi esa event handler funksiyaning ishlatilishi. HTMLda bu string ko'rinishida funksiya chaqirilib ishlatilsa, J6 da esa jingalak qavslar ichida funksiyaning o'zi yozib ishlatiladi. Endi handle click nomli funksiya yaratamiz. Bu funksiya ishlaganda konsolda click degan so'zni chiqaradi. Endi konsolni ochib tekshirib ko'ramiz. Konsolni tozalaymiz. Tugmani bosamiz. Ekranga biz kutgan natija chiqdi. Eventlar bilan ishlashni o'rganayotganda ko'pchilik qilish mumkin bo'lgan xatolik bor. Bu onClick ichidagi handleClick funksiyani chaqirib ishlatish. Bu holatda handleClick funksiya button bosilganda emas, balki komponent har render bo'lganda chaqiriladi. Buttonni bosib tekshirib ko'ramiz. Bunda konsolga click degan so'z chiqmaydi, chunki biz handleClick funksiyani noto'g'ri ishlatdik. HandleClick funksiya to'g'ri ishlashi uchun u chaqirilgandagi qavslarni olib tashlaymiz va double click eventi bilan ishlash uchun handle double click nomli yangi funksiya yaratamiz. Bu funksiya konsolga double click nomli so'zlarni chiqarsin. Double click eventi bilan ishlash uchun on double click propsidan foydalanamiz. E'tibor bering, bu qismda double va click so'zlarining birinchi harfi katta harf bilan yoziladi. Kodni biroz tartibga keltirib, tugmani 2 marta ketma-ket bosib tekshirib ko'ramiz. Konsolga double click so'zi chiqdi. Endi event handler funksiyada parametrlar bilan ishlab ko'ramiz. Dastlab birinchi beriladigan avval i nomli parametr qo'shib, uni konsolga chiqaramiz. Konsolga obyekt chiqadi. Bu obyekt React'da synthetic event deb ataladi. Synthetic event HTMLdagi event obyekti bilan tuzilish jihatdan bir xil. Endi event handlerga beriladigan parametrga qaytsak. HandleClick funksiyamizga name nomli parametr beramiz va konsolga hello name ko'rinishidagi matn chiqsin. OnClickda funksiyaning ishlatilishini to'g'rilaymiz. Biz arrow function yaratib, arrow function ichida handleClick funksiyani chaqiramiz va argument sifatida Ali so'zini beramiz. Buttonni bosib tekshirib ko'ramiz. Konsolga hello Ali deb chiqdi. Ali so'zini Azizga o'zgartirib qayta tekshiramiz. Konsolda hello Aziz deb chiqdi. Bugungi darsimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bu darsda React'da eventlar bilan qanday qilib ishlashni o'rganib chiqdik. Keyingi darslarda ko'rishguncha